Biz Zarur Diyeti klinikasi Novza filialiga keldik. Maryamxonda doktori Abbos Akakadiyeva. Endi yangilik chenelari. Ha, xudo xohlasa har gal yengilmiz. Hozir holatni ko'rdik, mana. Ikki betonotni shunisi bor, qanday bo'lsa shundoq. Shuncha puli. Shuncha yediramiz. Mayli. Samogram beslashmagan yaxshi. Beslashsa unda men aytaman, juda yaxshi qilmoqchilar. Sekin-sekin harakatlar kelgan, oldinga qancha yaxshi. Buni o'rtalarda faqat sharti shu, endi ko'proq endi bir oyga yosib bo'lgani uchun basseyn yaxshi bo'ladi. Basseyn. Agar balon bilan nima qilasizlar, basseyn bo'ladi. Yigit massajdan yaxshi bo'ladi. Qayta suvda tonus yaxshilab tushadi. U tonusni tushirib beradi, 60 dan ko'rsatdim. Tonus tushgandan keyin harakat ham osonlashadi. Bunga yengillik bo'ladi. Oson harakat qiladi. Shunga xudo xohlasa maslashni tugatib olamiz, boshlab uni qilib tugatamiz. Ungacha zakaz berdik, xudo xohlasa o'sha kungacha yetib keladi. Inshaalloh.